Siz uxlagan chaqda qayerga ketsiz? O'ylab beqing. Səhər saat 3-də siz özünüz yalğız uyda uxlab qaldınız. Kvant ilmi bo'yicha hech qanday kuzatish uskunalari va narsalar yo'q ahvolda siz hali qanday holatda mavjud bo'lib tursiz. Siz agar tuyuqsiz g'oyib bo'lib ketsangiz, sizning bayamtiq shu joyda ekanligingizni isbotlaydigan isbot bormi? Undan boshqa kunduzdagi siz bilan uxlab qolgan sizni yana shu bir odam deyalandik. Qinimdaqda bugun biz falsafa nuqtasidan emas, balki kvant fizikasidagi eng g'alati bo'lgan kuzatuvchilar effekti orqali uxlab qolgan sizni ichib tashlab, uxlab qolgandan keyin zodi nima ish bo'lganligini tushunib boqamiz. Eng avval biz fizik olimlarining 100 yildan ortiq qiynagan Shuangfeng Shiyan agib o'tmaymiz. Bu bizga tonish, ya'ni bir elektronni bir-birlab ikki yo'chiqliq taxtaga qartib qo'yib bersak, o'lchash asbobi qo'ymagan ahvol ostida keyin tarafdagi qabul qilg'ich taxtada to'lqinsimon Ganshi-Tyaowen, ya'ni interferensiya tilimchilar paydo bo'ldi. Bu xuddi siz ko'lchakka ikki tal toshni tashlasangiz, suv to'lqindan shakllangan siziqchalar o'zaro kirishib daslangan siziqni shakllantirganga o'xshash. Elektron model suv to'lqiniga o'xshash bir vaqtda ikki yo'chiqdan o'tadi hamda o'ziga o'zini dastlab siziqcha shakllantirdi. Ammo shu yo'chiqning yeniga bir tal o'lchash asbobi qo'yib, elektronning zodi qaysi yo'chiqdan o'tganini bilmoqchi bo'lsak, yo'l siziqchalar tuyuqsiz yo'qolib ketadi va faqat bir yo'chiqdan o'tgan zarrachaga aylanib qoldi. Qabul qilish taxtisida faqat ikki tal siziqcha paydo bo'ldi. Bu hargizmi bizning aniq ko'rolmaganligimiz emas, balki elektron kuzatilmagan ahvolda aslan muqim yo'lga ega emas. Har xil ehtimollik ichida bo'ladi. Ba'zida o'ng yo'chiqdan, ba'zida so'l yo'chiqdan o'tadi. Hatto aylanib taxtining kayniga o'talaydi. Bu dal to'lqin funksiyasi deyiladi. Kuzatish kelsak, mayli ko'zimiz bilan yoki asbob bilan kuzataylik, har xil ehtimollik faqat bir muqim narsaga aylanib qoladi deb tushunsak bo'ladi. Nurg'un kishilar Shvedingadagi mushuk masalasida biz mushukning o'lgan yoki saqligini bilmaymiz deb qaraydi. Bu xatar. Mushuk put ichida bo'lsa, uning fiziklik holati tirik yoki o'lik daslangan holatda turdi. Xuddi kuzatilmagan elektron o'xshash vaqtda ikki yo'chiqdan o'tganga o'xshash. Mushukmi ikki xil holatda bo'ladi. Biz uning hayot yoki tirikligini bilmaymiz. Faqat putini ichib kuzatganlar ondan u ya o'lik ya saq degan yakunga erisha olamiz. Ayni chaqda Einstein Bohrdan so'rab, "Ajaba oy faqat biz ko'rib qolganligimiz uchunmi mavjudmi?" deb so'ragan. Bor buning javob qaytarib, "Sen oyning kuzatilmagan holatining qanday ekanligini bilamsan?" deb javob bergan. Hamda biz temani yo'tkab, bizning uyqumizga kelsak, amaliyotda bizning uxlashimiz dal o'z badanimiz bilan tajriba qilgan kvant tajriba maydoni hisoblanadi. Avval biz bir ishni aniq qilishimiz kerak. Siz albatta elektronga o'xshash vaqtda ikki karvat paydo bo'lmaysiz. Makro holatdagi badanning bundoq bo'lishi mumkin emas. Undaqdan nemishqa biz yana buni kvant bilan bog'lab olamiz. Buningki asosiy sabab kuzatuvchining o'xshamasligi bilan munosabatlik. Oddiy qilib aytsak, siz karvatda uxlaganda havodagi molekula, karvat ustidagi talola, hatto yeningizdagi ustal chirqi qatorliqlarning hammasi sizning badaningizdagi zarrachalar bilan uchrashadi. Bu uchrashlar nurg'ulg'an kichik kuzatish asbobiga o'xshash. To'xtamay sizning badaningizga tikilib turdi. Shunga karvat qayerda bo'lsa, badaningizmi shu yerda bo'ladi. Bu biz tutalaydigan, ko'ralaydigan asosiy savat. Biroq o'zini tushunish o'xshamaydi. O dal sizning o'zingizga bo'lgan kuzatishingiz. Masalan, men bir boy yoki ochiq narsa yegim bor deb o'ylasangiz, amaliyotda bu ongning o'y fikrini muqimlashtirgani. Bu chaqda sizning kimligingiz xuddi elektron qochlangan kuzatuvchiga o'xshaydi. REM uyqu mezgilida bo'lsa, men kim degan o'y vaqtliq to'xtaydi. Bu chaqdagi sizning badaningiz joyida, ammo ong qatlamidagi sizda har xil mumkinchilik holati mavjud bo'lib turdi. Bu chaqda muqim aslama, muqim bo'lgan kimlik bo'lmaydi. Barliq sizga munosabatli g'uvo bo'lgan mumkinchiliklarning hammasi balkim vaqtliq mavjud bo'lib turishi mumkin. Buni anglab, balkim siz men uxlab qopsam, yana shu men g'u deyishingiz mumkin. Lekin dal mush yeri eng g'alati. Uyg'onishning o'zi har taraflama holatni bekitish hisoblanadi. Biologiyalik jihatdan cho'ngmanga qayta qo'zg'aladi. Ya'ni men kim degan ongdagi kuzatish asbobi qo'zg'aladi. Qaytadan men palonchi degan kimlik bekitiladi. Bu bo'lsa o'zini bekitish. Tashqi muhitda bo'lsa, quyosh nuri yuzingizga tushadi. Nurni ko'ra olasiz. Soat jiranglaydi. Qulqingiz ovozni anglay oladi. Yotgan ustingizda yipiqliq holatda. Bu xil sirtdan kelgan signallar bo'lsa, xuddi yordam qilib sizni qulupлаган eskartmaga o'xshaydi. U sizning engingizdagi yiliqi nurg'ulg'an mumkinchiliklarni taqib etadi. Hamda faqat hozirgi sizni qo'yib qo'ydi. Asli tutish iqtidori bo'lsa, tunugunki siz bilan bugungi sizni ulaydi. Bu xuddi elektron har qitim kuzatilganda qaysi yo'chiqdan mangan xotirasini qo'yib qo'ygan o'xshaydi. Biz buni ulasak, u dal elektronning harakat tarixiga aylandi. Shunga sizning aslimingiz dal sizning mavjud bo'lib turish tarixingiz. Bu yerga kelganda buning mening kunlik turmushim bilan nima munosabati deyishingiz mumkin. Amaliyotda qattiq uxlagan siz orqasiga o'zimizning mavjudligini qandoq bekitilgan logika ushirgan. Lekin boshda aniq qilib o'tish kerakki, endi demoqchi bo'lgan fikr kvant hodisasidan falsafa muhokamasigacha bo'lgan muzokara. ilm-fan orqali isbotlangan natijamiz. Buningda eng avval ong balkim mavjud bo'lib turishdagi yadroliq kuzatgich bo'lishi mumkin. Biz har kuni o'zimizning ahvolini bekitamiz. Masalan, bugun men mandaq ish qilaman degandek nishonni bekitasiz. Bular dal ong kelgusida sizning kuzatayotgan bo'ladi. Siz yana o'ylaysiz, bultur tug'ilgan kunimni men intayin xushal o'tkazgan. Bu vaqtda ong o'tmishdagi sizni kuzatadi.
hamda o'tmishdagi siz mushunda xo'shal degan ongni yetkazadi. Agar mush asm bo'lmasa, balkim sizning o'tmishingiz hiliqi ko'zlanmagan elektrondek uvoliq qilib ketib qolishi mumkin. Burun siz balkim uxlash aram olish deb o'ylashingiz mumkin. Lekin siz yuqorqi mazmunlarni anglab olgandan keyin o'xshamagan nuqtadan o'ylab beqing. Ya'ni uxlash bo'lsa muqim bo'lgan holatdan har xil ehtimollikqa shundaqla qayta yana muqim holatga qaytadigan jarayon bo'lishi mumkin desangiz bo'ladi. Demasimi amaliyotda biz namrat bo'lgan bo'lsak, tushimizda biz boyga aylana olamiz. O'zimiz yaxshi ko'rgan narsalarga tushimizda yana erisha olamiz. Lekin oxirida uyg'onganda yana hiliq muqim holatga o'zimizga qaytib qolamiz. Bu xuddi o'zimizni kuzatishni qisqa mazgillik etib qo'ygan o'xshaydi. Har bir qitim uxlab qolganda biz yana o'zimizga qaytamiz.